Nega Kanada katta miqdorda viza uchun berilgan arizalarni rad etdi va bu borada rasmiy statistika qanday? Xo'sh, vaziyat endi qanday bo'ladi? Kanada 2024-yil yakuni bo'yicha viza uchun berilgan deyarli 2,5 million arizani rad qildi. O'tgan 2024-yil davomida turist viza uchun berilgan arizalarning jami 54%, student vizalarning jami 52%, ishchi vizalarning jami 22% u yoki bu sabab bilan rad qilingan. Vaholanki undan oldingi yillarda rad etish holatlari kamroq edi. Chunki 2023-yilda turist viza uchun berilgan arizalarning 40%, student vizalarning 38%, ishchi vizalarning 23% turli sabablar bilan rad qilingan. Raqamlardan shunday xulosa kelib chiqadiki, demak 46% turist viza, 48% student viza va 78% ishchi viza arizalari ijobiy hal qilingan va ularga viza berilgan. Yaxshilab o'ylab qaralsa, chakki natija emas bu ham aslida. Atkazlar miqdori oshishiga sabablar quyidagilar. Viza olganlar soni oshishi Kanada ichida uy-joy va tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabni keskin oshirib yubordi. Turist viza bilan kelganlar qonuniy statusni o'zgartirish yo'llarini izlamay, qoidalarni buzib noqonuniy qolib ketishlari ko'paydi. Student viza bilan kelganlarning 10% ga yaqini o'qishni tashlab yubordi va ishlashga o'tib ketdi. Viza berish soni kamayganining ijobiy taraflari ham bor. Endi faqat munosib nomzodlar saralab olinadi viza berishda va natijada raqobat kamayadi viza uchun. Chunki hamma ham ijod qilavermaydi bunday sharoitda vizaga topshirishga. Arizalar soni kamayishi ortidan ham vizani ko'rib chiqishda tezlashadi. Ko'ramiz, kuzatamiz va albatta harakatda bo'lamiz. Kanada vizasiga topshirishda amaliy yordam uchun bizga mana bu saytdan bog'lanish mumkin. Kim o'zi yoki tanishi Kanada vizasidan atkaz oldi, aynan qaysi sabab bilan? Kommentariyada qoldiring, fikr almashamiz. Videoni Kanadaga harakat qilmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yishni unutmang.